g'arib bo'ldi. Sodiqlar bilan birga bo'ling. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohdan taqvo qiling va sodiqlar bilan birga bo'ling. Bu dunyo g'orida qolganingizda, bu hozirgi bir turgan dunyoda faqat sodiqlar najot oladi. Sodiqlar bilan birga bo'ling. Safarda sodiqlar bilan birga bo'ling. Hayotda sodiqlar bilan birga bo'ling. Alloh subhanahu va taolo najot beradi. O'zingiz imkoniyatingiz yo'q bo'lgan soatda Alloh subhanahu va taologa sodiq amalingiz bilan munojot qiling. Alloh najot beradi. Najot berganda ham shunday najot beradiki, 1400 yildan keyin odamlar bu amalda havas qiladigan bo'lib najot beradi.